Essiz. Ikkovingni ham shu uydan yor-yorlar bilan turmush ko'zataman deb niyat qilgandim. Shu desang, ertaga sizlarnikiga oyimni yubormoqchi edim. O'zi ham rosa boy xonadonga quda bo'lyapmiz-da. Ana endi kelinni oilasiga qo'shilib, o'g'lingni ham ishlari yurishib ketadi zo'r bo'lib. Opam ham shaharlik kelin olyapman deb burni osmonda. Siz kuyovingiz ishlarida qisqartirish bo'pti. O'shanga oyijon tanishlari bo'lsalar, birorta ish topib bersalar deyotganlar. Opa, yordamga muhtoj erkakka turmushga chiqib olib, endi katta ketmang, xo'pmi? Agarda sen tug'masligingni bilganimda, senga ikki dunyoda ham uylanmasdan. Ana 1 yil kutaman. Agarda bo'yingizda bo'lmasa, o'g'limga onasi o'tmaganda olib beraman, xafa bo'lmaysiz. Erkak bo'lish kerak. Qachongacha bu tug'mas xotin bilan yashaysan? Hamma ayb senda. Sen shifokor bilan kelishib, aybni meni bo'ynimga tashlamoqchisan. Hozir tibbiyot juda ham rivojlangan. Eko qildirishimiz mumkin. Juda bo'lmasa, bola asrab olamiz. Farhodni undan ajrashtirish kerak. Qaynonam bilan erim tug'masligim kerak emas deb haydab solishdi. Mana shu uyda sizni olib o'tirgan Farhod akamga rahmat deng, xo'pmi? Agar boshqa erkak bo'lganda allaqachon ko'chaga haydab solgan bo'lardi. Bu uy fuqaro Dona Shokirovaga tegishli. Marhamat qilib uyda bo'shatib qo'ying.